ketavergan yigitligimni bilaydim-ki, lekin qizlar uyimgacha sovchi jo'natadi deb o'ylamagan ekanman. Aka, o'tib ketay. Qayerga o'tasan? Mana bu yana o'g'im, janashmagan jamoada yiqib, elovni qarasin. Barqumlab juvib tasha. Chayni o'zim olib kiraman. Aka! Xush keldilaringizmi, qotaqaylar? Xullas, qizingiz Shalolani qo'lini so'rab keluvdik. Menga sovchi keldim desam, bu jalmozdan Shalolani so'rab ketdi-ku. Qo'li tugul tirnoqni ham bermaymiz. Jinim. O'g'limizni qizingizda ko'ngli bor ekan. Qizingiz ham o'g'lim Alishni yaxshi ko'rar ekan. Uyquni yaxshi ko'radi, shokoladni yaxshi ko'radi. Bor anakisidan pul o'g'irlashni ham yaxshi ko'radi. Lekin Alishni yaxshi ko'rmaydi. G'azining uchun. Qizingiz to'ydan keyin sahar 5 da turib, ko'chalarni sipiradi. Nima? Singlimiz kasal bo'lib qolmasin deb o'zimiz yaxtay suvni chaynab berib o'tiramiz. Sizlar ko'chalarni supurish kerakmi? Yana nima qilish kerak? Xirmon kirlarni qo'lda yuvish kerak. Qara 8 xil ovqat qilishni bilish kerak. Ko'rgaklar yerimiz bor, agarda ham polni qilish kerak. Sizlarga kelinmas cho'ri kerak anda. Singlimni tishimni kavagida saqlaganim uchun 20 yilda bir tishimni plomba qildirmayman. Kasal bo'lganda doktorga borib ukol olish kerak bo'lsa, joni og'rimasin deb borib ukolni doktorga qilib kelamiz. Mana masalan kirmoshni yuvsa bo'lmaymi? 21 asr hozir. Qo'lda yuvsa toza bo'ladi-da. Ha, yo'q, endi malaga kibaring. Uf, qo'lim og'rib ketdi. Ha? Qanday bo'lar ekan? Qo'lda yuvsa toza bo'ladi-da. Davay, zing'illatim. Shirin chiqibdi. Tuzi kam-ku. Normal ovqat qilsangiz bo'lmaymi? Abi kelin degan 48 xil ovqat qilishni bilish kerak. Aka qorong'i bo'lib ketdi, bo'ldimi? 4 gektar agarni bir kishi bajarishni o'zi bo'laman. Ertalabgacha ishlaysan. Daraxtlarda mo'xlab bersin. O, kakras, keyin daraxtlarda o'qlaysan. Qalay bo'lar ekan? Pichoqni avval o'zingga ur, og'rimasa keyin birovga ur. O'zida arximaydi, kelinlardan talab qiladi. Fillarni kuchukdek xizmatini qilsin deb singlimizni katta qilib qo'yganimiz yo'q. Aka, men shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Bo'lmasam-chi, bitta narsani esingdan chiqarma. Ota bilan akaning eng nozik joyi bu singil bo'ladi. Singiljonim, xavotir olma. Akang tirik ekan, seni hech kimga xafa qildirib